Assalomu alaykum hammaga. Demak do'stlar, yanvar oyi uchun o'quv markazimizda bo'lib o'tgan mock testimizni matematika qismini tahlilini ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi savolga qaraydigan bo'lsak, aytayaptiki, birinchi savolimizda xo'sh 24000 qanaqadir son bo'lganda a degan. Bu shu 5 xonali son bo'lgan. Shu 5 xonali soni 3 ga bo'linsa a raqamining qabul qilish mumkin bo'lgan barcha qiymatlar yig'indisini toping deyapti. Demak, bu ifodamiz 3 ga bo'linishi kerak ekan. 3 ga bo'linish qoidasini bilasizlar, raqamlar yig'indisi. Xo'p, qo'shamiz. 2 ga 6, 11, 18. Demak, 18 qo'shilgan a sonimiz 3 ga bo'linishi kerak. Demak, a ga nechta talasam bo'ladi? 0. Keyingi soni 3 qo'shgandan keyin 3, 6 va 9 sonlarini talasak bo'lar ekan. Qiymatlarning yig'indisini so'rabdi. Barchasini yig'ib chiqadigan bo'lsak, bu 18 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, keyingisi ikkinchi savolimizni ko'rib o'tamiz. Xo'p, qaror shunday qilaylik. Ikkinchi savoliga qaraymiz. Ekuk va ekubni topib hisoblashimiz kerak ekan. Demak, bizga ekuk kerak, ya'ni xuddi mana bunday narsada. Ekuk kerak ekan. Bizga 180, 420 va 630 uchun ekub kerak. Va ekubi ham kerak ekan, xuddi shu sonlarni ekubi. 180, 420 va 630 sonlarning ekubi kerak ekan. Xo'p, biz ekub va ekub topayotganda tub ko'paytiruvchiga olishimiz kerak edi. 180 degani nima degani? Xo'p, 2 bo'lsa, bu yoqda 2 ning kvadrati, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 9 degan 3 ning kvadrati va 5 ning birinchisi degan ekan bu do'stlar. 420 deganicha desa, buni ham ko'paytiruvchiga o'tsam, 420 degani 42, 21 ko'paytirilgan, ya'ni 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 6 bo'lsa, 3 ning birinchisi, 5 ning ham birinchisi va 7 ning ham birinchisi degan ekan. To'g'ri-da, 10 2 ning kvadrati bo'lar ekan, uzr, 2 ning kvadrati bor ekan. Endi esa 630 olamiz. 630 degan necha desa, 63 ko'paytirilgan 10, ya'ni bu 2 ning birinchisi, 9 ko'paytirilgan 7 degan 3 ning kvadrati, 5 dan bitta, 7 dan ham bitta bo'lib qoladi. Bo'ldi, bizga ekub va ekub kerak. Ekubni qanaqa topardik desa, uchalasida ham borning eng kattalari olinadi. 2 ning kvadratini olamiz. 3 ning ham kvadratini olamiz. 5 ning birinchisi va qolganlarini ham olib qo'yishimiz kerak. Qolgani 7. Ekubida esa kichiklarni olamiz. 2 ning birinchisi, 3 ning birinchisi va 5 ning birinchisi olamiz. Xo'p, 5 lar ketdi. 3 dan ham bittasi ketdi, 2 dan ham bittasi ketdi. 2 qoldi, 3 qoldi, 7 qoldi. Demak, 42 bo'lib qolar ekan-da, ko'paytirsak 42 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, endi keyingi savolga qaraymiz. 3-savolimiz endi kasr ekan. Hammasiga umuman hajmimiz 3-savolimizda 7. Suratlarni qo'shamiz. 6, 12, 20, 30, 42. 42 taqsim 7 degani bu 6 ga teng degani. Taqsim 1 dan 4 gacha qo'shadigan bo'lsak, 10 bo'lib qoladi. Mana bo'luvni ko'paytirib qilsam 5 taqsim 3 bo'lib qoladimi? 3 bilan bu ketdi. To'g'ri, tepa 5 kere 6 30, mahajimiz ham 30. Natijamiz 1 ga teng ekanda. Xo'p, 4-savolga qaraymiz. 4-savol. 15 kilogramm eritmaning 35% tuzdan iborat bo'lib, tuzning miqdori 25% bo'lishi uchun eritmaga necha kilogramm chuchuk suv qo'yish kerak deyapti. Avval bilib olaylik, tuzni necha kilogramm ekanligini. Ya'ni 15 kilogrammning 35% degani uchun 35 taqsim 100. Xo'p, bu tuzda, to'g'rimi? Tuzni topib olishimiz kerak. Xo'p. Ikkalasini 25 ga bo'ldim. Tepada 3 qoldi, bu yerda 7 qoldi, mahaj esa 4 qoldi. Shunda 21 taqsim 4 kilogramm ekan. Tuzni miqdori. Endi 25% bo'lib qolsin deyapti. Endi o'zi 15 kilogramm edi-ku, unga qanchadir x kilogrammlik massali toza suv qo'shaman, chuchuk suv, ya'ni tuz yo'q suv qo'shaman. Shunda 25% bo'lib qoladi. Tuz o'zgarmaydi-ku, 21 taqsim 4 bo'lib turaveradi. Xo'p,
25 taqsim 100 degani bu 1 taqsim 4 degani. 1 taqsim 4 bilan mana bu 4 qisqarib ketib qolsa, x, ya'ni 15 qo'shilgan x teng 21 kg bo'lib qolishi kerak. X'imiz 6 ga teng ekan. A javobga to'g'ri keladi. 5-savolga qaraymiz endi. Xo'p, 5-savol. Ifodani soddalashtirishimiz kerak ekan. Xo'p, kelaylik umma haj beraylik. Umma haj bir xil, faqat narigi kasrimiz o'zgarib turibdi-da. Shuni mana bunday qilib yozsak, r kvadrat qo'shilgan 1. Ikkalasi uchun ham umma hajni r kub minus 1 deb yozdim. Narigisi joy o'zgaradi-ku, oldiga minus chiqadi, plus r bo'lib qoladi. Ko'paytirilgan r minus 1. Xo'p, tepani bir-biriga ko'paytirib olsin. Ya'ni r minus 1 ko'paytirilgan r kvadrat qo'shilgan r 1 qo'shilgan 1. Taqsim maxrajimiz formula r minus 1 r kvadrat qo'shilgan r qo'shilgan 1. Qisqarib ketsa, javobimiz 1 ga teng bo'lib qolar ekan. 6-savolga qaraymiz. Bir ishchi buyurtmani 6 soatda, boshqasi esa 10 soatda bajaradi. Ular birgalikda 3 soat ishlagandan keyin ishning qancha qismi bajarilmay qoladi deyapti. Butun boshli ish bitta ish deyiladi, to'g'rimi? Undan ayirib tashlaymiz, ikkalasi birga qilgan ish. Ya'ni birinchisi 1 taqsim 6 soatda, ya'ni 6 soatda ish qilar ekan, ikkinchisi esa 10 soatda. Birga ishlashibdi, qancha 3 soat ishlashibdi. Ketdik, qancha ish qolgan ekan? 1 ayrilgan. Umma haj beradigan bo'lsak 30 mi? 30. Bu yoqqa 5 tadanmi? Bu yoqqa 3 tadan. 8 taqsim 30 bo'ladimi? Bularni qisqartirib yuborsam 1 ayrilgan 8 taqsim 10. Umma haj berib hisoblasak 2 taqsim 10. Bu degani 1 taqsim 5 degani ekan. 1 taqsim 5 qismi ekan. 7-savolni ham ko'rib o'tamiz. O'sha hisoblashimiz kerak ekan. X kvadrat minus 3x plus 1 teng ekan 0 ga va x ning 4-si minus 21x qo'shilgan 8 teng ekan 0 ga. Ning qiymatini topib berishimiz kerak. Xo'sh. Xo'p, ozgina g'oya qilishimiz kerak. Qaranglar, mana x ning 4-si turibdi-ku. X ning 4-sini mana bu yoqdan x kvadratni topib olsam, x kvadrat teng 3x minus 1 deganimi? Bu tomonga o'tkazib yuborsak 3x minus 1 deganimi? Endi bu yoqdan x ning 4-sini x kvadratning kvadrati desam bo'ladi-ku, minus 21x qo'shilgan 8 teng 0. Teng 0 deb qo'yibmiz. Mana shu yerda teng 0 emas, o'zi mana shuni topishimiz kerak-ku. Biz nega 0 deb yozib qo'yishimiz kerak? Biz mana shuni topishimiz kerak. Teng 0 deb qo'yibmiz. Javobini ham yozib qo'yibmiz, misolda. Xo'p, menimcha sal kamchilik ketib qolgan shu yerda. Ketdik, darajani oshiramiz. X kvadratning o'rniga shuni qo'ysam bo'ladimi? 3x minus 1 ning kvadrati minus 21x qo'shilgan 8. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak 9x kvadrat minusdan 6x qo'shilgan 1 minus 21x qo'shilgan 8. Xo'p, 9x kvadrat 9x kvadratning o'rniga boyaga yozsak bo'ladi. 3x minus 1 ni yozsak bo'ladi. Minus 6x ga minus bu 27x ni beradimi? Qo'shilgan 9 bo'lib qoldi. Mana 1 bilan 8 qo'shiladi. Qavs ochsam 27x minus 9 ayrilgan 27x qo'shilgan 9. 27x dan ham ketdi, 9 dan ham ketib qoldi. Javob 0 qoldi. Biz javobini yozib ketib qoldik. Xo'p, qanday texnik nosozlik bo'lib qolgan. Xo'p, 8-savolga qaraymiz. 8-savol. Arifmetik progressiyada A1 A10 ga qo'shamiz AN minus 9 ni teng ekan 30 ga. Bo'lsa SN bor ekan. SN ni qanaqa topardik? SN ni A1 qo'shilgan AN taqsim 2 ko'paytirilgan N. O'sha 450 ga teng ekan. Bo'ldi. Qaranglar, arifmetik progressiyaning xossasi bor edi-ku. Indekslarni qo'shsam n plus 1 ni beradi. Buni ham indekslarni qo'shsam n plus 1 ni beradi. Demak, o'rniga 30 qo'ysak bo'lar ekan. 30 taqsim 2 ni ko'paytiramiz n ga teng ekan 450. Qisqartirib olsam 15 mi? 15 bilan mana 15n teng ekan 450 ga. Demak, n'imiz teng bo'lar ekan ichiga 30 gami? 30 ga teng bo'lar. 15 ga ularni 450. Xo'p, endi keyingi savolga qaraymiz. 9.
ifodani soddalashtiring deyapti. Tangens x ayrilgan kosinus beta ayrilgan tangens alfa. Hop. Sinus alfa sinus beta deylik. Taqsim kosinus alfa deb turaylik. Tangensni yoyib oldik-da. Endi sinus beta qo'shilgan sinus alfaga kosinus beta taqsim kosinus alfa. Tepaga umma haj beradigan bo'lsam, kosinus alfa bo'lib qoldi. Umma hajimiz mana qaranglar. Kosinus alfa. Bunda ham kosinus alfa. Qisqartirib olsam bo'ladimi? Umma haj berib, endi mahajlari qisqarib ketib qoldi. Shunda suratda kosinus alfa kosinus beta ayrilgan sinus alfa sinus beta. Mahajimizda kosinus sinus beta kosinus alfa qo'shilgan sinus alfa kosinus beta bo'lib qoldi. Tepa cos sin sin. Kosinusni yig'indisimi? Demak kosinus alfa plus beta. Pastdachi sinus sin cos cos sin. Xo'p, sinusni yig'indisi oling. Sinus alfa plus beta. Xo'p. Kosinus taqsim sinus degani kotangensmidi? Kotangens alfa plus beta ga to'g'ri kelib qoladi. Xo'p, bu 9-savol edi. Xo'p, 10-savolga qaraymiz. 10-savol. Xo'p, geometrik shakl bor ekan do'stlar. Voy, yoqqa chizish kerak emas edi. Endi mana bu yerni 90 deb o'ylamaylar do'stlar. Taxminan qanaqadir bitta shaklda endi. Mana. Xo'p, bu yog'imiz 5 ekan, bu tomonimiz 13 ekan, bu tomonimiz 6, bu tomonimiz 12 ga teng bo'lsa, Pifagordan mana bu yerni 13 ekanligini bilamiz. Xo'sh. Chizmada berilganlarga ko'ra s dan toping deyapti. S da mana bu yer ekan x. Xo'p. Bo'ldi, juda ham oson, qaranglar. Ikkalasini umumlashtirgan burchak mana bu alfa burchak. Ikkalasi uchun ham alfa. Xo'p, x ni topishim uchun menga kosinuslar teoremasini kerak. X kvadrat teng 13 ning kvadratiga qo'shaman 6 ning kvadratini ayrilgan 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 13 va kosinus alfa kerak. Keling, bu tomondan kosinus alfani topaylik. To'g'ri burchak burchak-ku. Bu tomondan kosinus alfamiz teng 5 taqsim 13 ga. Xo'p, bu yoqqa 5 taqsim 13 qo'yamiz. 5 taqsim 13. 13lar ketib qoladimi? X kvadrat barobar 169 qo'shilgan 36 ayrilgan 12 ni 5 ga ko'paytirsak 60. Xo'p, 69 bilan 60 ketsin 109. Shundaymi? 109 bo'lsa, yo'q 36 ni qo'shadigan bo'lsak 145 bo'lib qoladimi? Demak, masofamiz nimaga teng ekan? Ilzosida x'imiz 145 ga teng ekan. Bu 10-savol edi. 11-savolga qaraymiz. 11-savol. Xo'p, tangens va shu tengsizlikni qadrlanuvchi eng kichik butun sonni topib bering deyapti. Bo'ldi, oraliq chizaylik. Har bir nolni tenglashtirib oraliq chizib qo'ysak, oralig'imiz ilzos uchiga erishadi qachon? 60 gradusdamidi? 60 gradus degani bu pi taqsim 3 degani. Qachon 1 ga erishadi? Pi taqsim 4 da. Plus minus plus. Bizga minuslar kerakmi? Eng kichik butun sonni topib bering deyapti. Eng kichik butun sonimiz, eng kichik yechimi bo'lishi kerak menimcha. Eng kichik yechimini topishimiz kerak. Eng kichik yechimi bu shunda pi taqsim 4 ni beradi. 12-savolda do'stlar, to'g'rilash qilganmiz. O'quvchilarga ham aytganman, kaltlarni to'g'rilab chiqqandik. Testimizdagi variantda shunchaki turibdi ekan. Mayli, xabaringlar bor. Birinchisiga necha yozgandik? Birinchisiga menimcha 48 midi?
yo'q 25 edi menimcha. Birinchisiga 25, 25, keyin 37, 48, keyin 15 mida shunaqa edi javoblarimiz. Xo'p, bo'ldi. 12-misolni ishlaylik hozircha. Men hammasiga to'g'rilash qilib ketganman, ya'ni xatoligini biz testlarni berganimizdan keyin ko'rgan ekanmiz. Xatoliklarni aytganmiz do'stlarimizga. Xo'p, aytyapti. BDF, DF va shular deydi, hammasi nisbati 3/1 nisbatda ekan. Ya'ni bu tomonni 3x desam deydi. Xo'p, bu tomonga keling. Bu tomonni 3x desam deydi. Bu tomonimiz x ekan deyapti. Bu tomonni y desam, bu tomonimiz 3y ekan deydi. Bu tomonni z desam, bu tomon 3z ekan deydi. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? Qayda? Birlashtiramiz. Uchburchaklarni yasashimiz kerak. Boshqa variant yo'q. Yasashimiz kerak. Mana bu yerdan bitta to'g'ri tortib olsam, bitta to'g'ri tortsak, mana bu tomonni keldi S deb belgilaylik. Bizda bitta g'oya bor edi. Uchburchakning bitta to'g'ri qanday nisbatda bo'lsa, masalan, y ga 3y nisbatda bo'lyapti, yuzani ham xuddi shunday. Bu yoq 3s ekanda. Endi bu tomonga qaranglar. Mana bu yerga qaranglar, x nisbatda bo'lyapti, bu tomonda esa 3x nisbatda bo'lyapti. Demak 3 barobar katta bo'lishi kerak. Demak bu yoq 9s ekanda. 9s bo'lib qolgan. Xo'sh, endi mana bu yerga qaranglar. Mana bu to'g'ri qaranglar, qizil to'g'ri qancha chiz ekanini. Bu asosi z va 3z nisbatda bo'layotganligi uchun bu tomonimiz 4s bo'lsa, bu tomonimiz 12s bo'lib qoladimi? 12s ga teng bo'lib qoladi. Endi bu tomonimizcha desa, xo'sh, bizga yana bitta to'g'ri chiziq kerak ekan. Mana bu yerdan to'g'ri tushiraylik. Bu tomonimiz 3s ligini bilamiz. 4s bo'lsa, bu tomonimiz 3 barobar katta. 12s bo'lib qoladimi? 12s bo'lib qoladi. Bo'ldi, endi hammasini nisbat qilib chiqishimiz kerak. Bizga aytayaptiki, kattani kichkinaga nisbatini so'rayapti. Kattasini. Xo'p, 12, 12 ga 13, 13 ga 12 ni qo'shsak 25, 25 ga qo'shamiz. Xo'p, 25 ga qo'shamiz 12 ni. 37 mi? 37 s taqsim s bo'lib qolar ekan. Slarimiz qisqarib ketib qolsa 37 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, 13-savolni ko'ramiz. 13-savol. 13-savol. Funksiyaning qiymatlar sohasini topib bering deyapti. Xo'p, funksiya berilgan. Fx degan funksiyamiz berilgan ekan. Kosinus 2x, kosinus kvadrat 2x minus tangensining katangiz ko'pitasi 1 ni beradimi? Bo'ldi, qiymatlar sohasi. Kosinusning qiymatlar sohasi minus 1 dan 1 gachami? Bir marta 0 qo'ysam minus 1 chiqadi. 1 qo'ysamchi 0 chiqadi. Demak, minus 1 dan 0 ga qadar ekan. Endi bitta muammosi bor buni. O'zi kiradigan qavsda bo'lish kerak edi, lekin tangens bilan katangens turibdi-ku. Barxaylar 0 bo'lishi haqqi yo'q. O'shaning uchun buni javoblari necha bo'lib qoladi? Minus 1 dan 0 gacha. Chunki aniqlangan sohasi esdan chiqadi-da, ko'pchilik o'quvchini. B javobni olib ketib qolishi mumkin. 14-savolga qaraymiz. 14-savol. Xo'sh. Gx degan funksiya berilgan ekan. X kvadrat ko'paytirilgan fx ga teng ekan. Funksiya berilgan bo'lsa va aytayapti, f ga xoslasiga 2 qo'ysang, o'ziga 2 qo'yganingga teng, lekin 0 ga teng emas deb aytib qo'ymoqchi. Bo'ldi. Avval gx dan xosla olaylik, gx dan xosla olamiz. Xoslasam ko'paytmadan xosla 2x fx turaveradi, qo'shilgan x kvadrat va f'(x). Bo'ldi. Endi 2 qo'yib ko'ramiz, necha bo'lar ekan? 2 qo'ysam teng bo'ladi deb kelishdik-ku. Demak, g'(2) teng 4f2 qo'shilgan 4 ta f'(2). Ikkalasi teng bo'lganligi uchun g'(2) miz nechaga teng bo'lib qolar ekan? 8 ta shtrixlangan 2 ga desam nima deysizlar? Oborib o'rniga qo'yamiz bizdan so'ragan savoliga. Mana g'(2) ni f'(2) ga nisbatlayapti-ku. G'(2) ni o'rniga 8 ta
8 ta nima qo'ysa bo'ladi? 8 ta f'2 ni qo'ysa bo'ladi. Taqsim f'2 ni o'zi. f'2 ni o'zi. Xo'p, qisqartirib oladigan bo'lsak, necha bo'lib qolar ekan? 8 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, bizdan buni so'ragan. Xo'p, buni ham kaltlarimizda muammosi bormi? Bunda ham 8 chiqishi kerak edi. Xo'p, 20 chiqadi deyilgan ekan. Xo'p, ko'paytmaning xoslasi. To'g'ri, hammasini to'g'ri oldik. Shtrix 2 8 ta f shtrixni beradi. Ikkalasi teng bo'lganligi uchun. To'g'ri, 8 degan javob chiqishi kerak ekan, 20 bo'lib qolgan ekan. Xo'p. Menimcha uni to'g'rilashgan, hammasini to'g'rilab chiqishgan. 15-savolga qaraymiz. Ya'ni kaltlarni tekshirayotgan paytda to'g'rilashgan bu narsani. Bu eski testimizda qolib ketganmi? O'shanda kaltlar xato qolib ketganmi? 15-savolni ko'raylikchi. Misolni yechilishini hozir javoblarini ko'rib olaylik. Men hozir oxirida keyin tahlil qilib qo'yaman. Nechtasi xato, nima bo'lgan, to'g'rilash hammasini. Bir taqsim qilib yozamiz buni. Sinus kvadrat x minus 1 ga kosinus kvadrat x minus 1 dx. Xo'p, integral olishimiz kerak ekan buni, qaraylik. Xo'p. Biz buni mana bu ko'rinishda yozsak bo'ladimi? Sinus kvadrat x minus 1 qo'shilgan kosinus kvadrat x minus 1 deb yozsak bo'ladi, taqsim 1 ni berganligi uchun. Yoki mana bunday qilaylik, chiroyliroq bo'ladi. Xo'p. Biz 1 taqsim sinus kvadrat x minus 1 ga qo'shilgan 1 taqsim kosinus kvadrat x minus 1 deb yozsak ham bo'ladi. dx. Sababini tushuntirib beraman. Umuman haj bersanglar surati 1 deb beradi-da, umuman haj bir ko'paytmas. Bo'ldi, integral oladigan bo'lsak, 1 taqsim sinusdan boshlanuvchi oladigan bo'lsak, kvadratdan kotangens x minus 1, to'g'rimi? Qo'shilgan kosinusdan boshlanuvchi samchi tangens budi? Tangens x minus 1. Xo'p. Bittasi minusdan bo'lib qoldi, bittasi plusdan bo'lib qoldi. Endi buni xo'p, menimcha soddalashtirib qo'yishimiz kerak. Soddalashtiradigan bo'lsak, xo'sh, kotangens, tangens. Ikkalasida ham bir xil. Mana bunday qilamiz. Minusdan kosinus taqsim sinusga nima bu? Sinus yo'q, kosinus minusdan kosinus x minus 1 taqsim sinus x minus 1 qo'shilgan sinus x minus 1 ga kosinus x minus 1. Xo'p, umuman haj beramiz tepaga. Tepaga umuman haj beradigan bo'lsam, xo'sh, minus kosinus kvadrat, yo'qda esa sinus kvadrat, to'g'rimi? Xulosa sinus kvadrat x minus 1 ga ayrilgan kosinus kvadrat x minus 1 bo'lib qoldimi? Taqsim sinus x minus 1 ga kosinus x minus 1 bo'lib qoldi. Xo'p, tepa formulani eslatyapti, faqat joyida almashish kerak-da. Minus chiqaramiz. Minus kosinus 2x, ya'ni 2x minus 2. Maxrajimizga 2 yetmayapti formula bo'lish uchun tepaga ham 2 ni ko'paytirib olsam bo'ladimi? Pastga ham 2 ni ko'paytirib oldim, tepaga ham 2 ni ko'paytirib oldim. Endi maxrajimiz formulani beradi. Sinus 2x ni beradi, ya'ni 2x minus 2 ni beradi. Bu degani nima degani? Minusdan kotangens 2x minus 2 degani. Shunda C javobga to'g'ri keladi. Xo'p, 16-savolda chizma yo'q. 17-savolga qaraymiz. Teng yonli trapetsiyasining 17-savol. Teng yonli trapetsiyasining katta asosiy 25 cm va perimetri shunga teng. Teng yonli trapetsiya ekan mana. Xo'p, teng yonli trapetsiyaning katta asosiy 25 ekan. Xo'p, teng yonli. Agar trapetsiyaning deganlari va bu tomonlarni qandaydir S deb turaylik. Bu tomonni esa A deb turaylik. Va bizga aytgan A qo'shilgan 2 ta S
qo'shilgan 25 teng 55 degan perimetr berilganda a ga ikkitasini qo'shsam shunda 30 ni beradimi? Agar trapetsiyani diagonal o'tkir burchagini tengki bo'lsa, o'tkir burchagini tengki bo'lsa mana. Demak, bu degan burchak bisektrissasi degani emasmi? Mana bu yerda alfa desam, bu ham alfa bo'lib qolmaydimi? Demak, xulosa a s ga teng ekan. Shunda 3 ta sayimiz teng 30 bo'lsa, demak sayimiz 10. A ham 10 ekanda, demak. Xo'p. O'tkir burchak tengki bo'lsa, trapetsiyaning o'rta chizig'ini toping. O'rta chiziq degani nima degani? A ga L degani A ga, ya'ni 10 ga 25 ni qo'shib 2 ga bo'l deganimi? 35 degani 17,5 degani. 17,5 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, 18-savolga qaraymiz endi. 18. X kvadrat qo'shilgan 1 ning kvadrati qo'shilgan 5. Bu formula x kvadrat minus 1 ga x kvadrat plus 1 deb aytiladi, to'g'rimi? Minus 6 x kvadrat minus 1 ning kvadrati teng 0. Xo'p, ozgina fikr bor do'stlar, qayda? Mana bunga adashdim. Bunga o'xshab ketadi. To'g'rimi? Xo'p, yana qanday g'oya qilsa bo'ladi? Mana bu esa bunga o'xshab ketadi. Shundaymi? Bunday qilib chizaveraylik. Mana sal to'g'riroq hisob-kitob. Xo'p, belgilash kiritib olaylik. Buni a desak maylimi? Buni a deymiz. Buni esa b deymiz. Shunda a kvadrat qo'shilgan 5 ta ab ayrilgan 6 ta b kvadrat teng 0 bo'lib qoldi. Kvadrat tenglama a ga oid kvadrat tenglama. Demak, bitta ildizimiz b ga teng ekan, bitta ildizimiz esa minus 6 b ga teng ekan. To'g'rimi? Chunki ko'paytirsam, qo'shsam minus 5 b ni beradi, ko'paytirsam minus 6 b kvadratni beradi. Xo'p, a deb kimni olganmiz, b deb kimni olganmiz? Tenglaymiz x kvadrat qo'shilgan 1 ni tenglaymiz x kvadrat minus 1 ga. Bu yoqda yechim yo'q, bo'sh to'pdan. Bu tomonni tenglaymiz. X kvadrat plus 1 ni tenglaymiz minus 6 x kvadratga plus 6. Bu yoqqa o'tsa 7 x kvadrat teng 5. Demak, x kvadratimiz teng ekan 5 taqsim 7 ga. Bizdan nimani so'ragan? Nechta haqiqiy ildizi bor? Ikkita ildizi bor-da, plus minus. Plus minus ildizi ostida 5 taqsim 7. 19-savolga qaraymiz. X qo'shilgan y qo'shilgan z imiz 0 ga teng bo'lib qolsa, bizdan so'rayotgan narsa x kvadrat taqsim yz qo'shilgan y kvadrat taqsim xz qo'shilgan z kvadrat taqsim xy. Hisoblab bering deyapti. Bo'ldi. Umuman hajm beraylik, hammasiga umuman hajmimiz nima bo'ladi? X, y, z bo'ladimi? Bunga x kerakmi? Bunga y kerak, bunga esa z kerak. Shunda x kub qo'shilgan y kub qo'shilgan z kub bo'lib qoladimi? Shunday, to'g'rimi? X kub, y kub va z kub bo'lib qoldi. Xo'p. Mana bu yerdan bunday qilaylik. Xo'sh, endi bir-biriga bog'laymiz, qaraylik. Xulosa bor bizda. X ga qo'shamiz y ni teng minus z desam nima deysizlar? O'rniga qo'ysak bo'ladimi? Minus z ni beradi. Minus z. O'rniga qo'ymoqchimiz. X qo'shilgan y ni shunaqa z ga bog'liq formula qilamiz. Demak, mana buni formula qilmoqchimiz do'stlar. Qanaqa ochib chiqsa bo'ladi desak, buni mana bunday formula qilsam bo'ladi. X qo'shilgan y ning kubi minus 3 ta x y va x qo'shilgan y desak bo'ladi. To'g'rimi? Qo'shilgan z ning kubi. Shunaqa formulamiz bor edi-ku bizdan. X y z. To'g'rimi? Mana bunaqa formulamiz bormidi? Mana bu yergacha. O'sha kublikni mana shuni beradi. Xo'p, o'rniga qo'yamiz. Minus z kub minus mana buni o'rniga z qo'yadigan bo'lsak, minus z qo'yadigan bo'lsak, plusdan 3 ta z x
y z bo'lib qoladi. Qo'shilgan z kub taqsim x y z. Z kublar ketib qoladimi? 3 x y z taqsim x y z. Natijamiz 3 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, 20-savolga qaraymiz. 20-savol. Agar a dan katta a kub dan ham katta a kvadrat pastda b kubdan katta b dan ham katta b kvadrat. Endi s kvadratdan katta s kub dan ham katta s bo'lsa, mulohaza qilishimiz kerak. a dan a ning kubi katta-yu, lekin a kubdan a kvadrat katta bo'ladi. Qachon bu vaziyat bo'ladi? O'sha narsani bilib olishimiz kerak. A qaranglar, a ham manfiy bo'lishi kerak do'stlar. Ham manfiy bo'lishi kerak. Ham nolu bir oralig'ida bo'lishi kerak-da bu. Misol nima demoqchiman? Minus 1 va 0 oralig'ida bo'lishi kerak ekan. Shuna to'g'ri keladi. Endi bundacha desa, b musbat bo'lishi kerak, shuni bilamiz. B musbat bo'lishi kerak. Endi s da nima bo'lishi kerak desa, s 0 bir oralig'ida bo'lishi kerak. Bo'ldi, hamma ma'lumotlarimiz bor. O'rniga qo'yamiz. A ni b ga ko'paytirsam, manfiy son chiqadi. A b turaversin hozircha, A b. Endi ichkaridagi muhim. B dan s'ni ayrsam, musbatdan ayiraman 0 bir oralig'ida degani, musbat bir qo'shilsa musbat bo'lib boshlanadi. Shunchaki b minus s qo'shilgan 1, shunchaki boshlanadi. Taqsim A b qanaqa son edi mahrajimizdagi? Manfiy son chiqib qoldimi? A b oldiga minus qo'yib boshladim. B s-chi, B sni ham bo'laylik, B bilan s-chi. U ham musbat chiqadi, shunchaki musbat qo'yib qo'ydim. B s u ichkarini bilib olishimiz kerak, qanday boshlanadi. A ga s ni qo'shsam, A 0 bir oralig'ida, s ni qo'shsam, u ham 0 bir oralig'ida. Qanaqadir son chiqadi, lekin bir qo'shgan uchun musbat chiqaveradi. Demak, A qo'shilgan s qo'shilgan 1 taqsim b s. A s qanaqa son ekan endi? A s manfiy son. Oldiga minus qo'yib qo'ydim. A s mana A s. Xo'p, A ga b ni qo'shsam 0 dan katta-ku va 1 qo'shiladi. U ham musbat ekan shunchaki. A qo'shilgan b qo'shilgan 1. Dirs qisqasi minus ta'sir qiladi. Minus b plus s minus 1 qo'shilgan a qo'shilgan s qo'shilgan 1 minus a minus b minus 1. Xo'p, alar ketdi. To'g'rimi? Alar ketib qoldi. Birlar ham ketib qoladimi? Birlar ham ketib qoladi. B minus 2b bo'lib qoldi ekan, to'g'rimi? Minus 2b s'dan ikkita paydo bo'lib qoldimi? Masalan, to'g'ri ochdikmi? A ga s'ni qo'ysak qanaqa son paydo bo'lishini bilmayapmiz-da. Bir qo'shilayotgandan keyin musbat son bo'lishi kerak, to'g'rimi? Xo'p, nima bo'lar ekan? 2s minus 2b minus 1 degan javob bo'lib qoldi. 2s minus 2b minus 1. Bormi shunaqa javob bo'ldi? Ifodani soddalashtiring degan javob bor ekan-ku. Xo'p, qayerdadir kamchilik ketib qolgan. Hech qisi yo'q. Xo'p, to'g'rilaymiz. Biroz kamchiliklari bor ekan do'stlar. Hop, 21-misolga qaraylik. 21-misol. Aniq integralni hisoblang deyapti. Qaranglar, agar aniq integralda -2 dan 2 gacha, -5 dan nechigachadir bir xil o'sha qo'shganda 0 chiqadiganda, misol uchun -3 dan 3 gacha, -7 dan 7 gacha bo'ladigan bo'lsa, ichkaridagi funksiyaga qarashimiz kerak mana. Integral -2 dan 2 gacha degan, to'g'rimi?
modulda x plus 2 ayrilgan modulda x minus 2 x plus 2 dx. Ichkarida funksiya toqmi juftmi ekanligini bilib olishimiz kerak. Xo'p, minus qo'yib ko'ramiz endi. Minus qo'yib ko'rib, birinchisiga minus chiqarib yuborsam, baribir x plus 1 ga aylanib qoladimi? Ayrilgan. Undan oldinga chiqarib yuborsam x minus 1 ga aylanib qoladi. X minus 2 degani x minus 2 x minus 2 dx to'g'rimi? Minus 2 dan 2 gacha. Bir xil bo'lib qoldi, faqat oldiga minus chiqarib qo'yish kerak, joyini almashtirib qo'yish kerak. Demak, bu qanaqa funksiya ekan? Ayrilgan x plus 2. Demak, do'stlar, bu tog' funksiyami ekan? Agar bu tog' funksiya bo'lgan bo'lsa, oralig'i minus 2 dan 2 gacha, minus 7 dan 7 gacha bo'lgan bo'lsa, qiymatimiz har doim 0 ga teng bo'lib qoladi. 22-savolga qaraymiz. 22 tizimda berilgan ko'ra burchak perimetrini uch burchak perimetrini toping deyapti. Uch burchak perimetrini topishimiz kerak. Xo'p, bissektrisadan xossasida mana. Bissektris ekan-ku. Bissektrisadan xossasi bor edi. 20, 12, 15 bo'lsa, bu tomonni x deymizmi? Bissektrisa xossasi. 20 ni x ga ko'paytirganim 15 ni 12 ga ko'paytirganimga teng. Mana bu bilan 4 ga qisqartirsak 3 qoldi, bu yerda 5 ni bu bilan qisqartirsak unda 3 qoldi. X'imiz teng ekan 9 ga. Perimetrni esa hamma devorlarni qo'shib qo'yishimiz kerak. Xo'p, 9 bo'lsa 15 ga uni qo'ysak 35, 35 ga uni qo'ysak 47, 47 ga 9 ni qo'ysam 56 bo'lib qoladimi? Demak, 56. Xo'p, 23-savolga qaraymiz. 23-savol. Tizimda shu funksiya grafiki tasvirlangan, shu 3 birlik ekanligi ma'lum bo'lsa, xo'p, chizib olaylikchi. Mana bu A nuqta. Bu esa B nuqta. Masofani aytyapti. Bu yoqni x metr masofa olsak, bu 3x metr ekanda. Keyin aytyaptiki, y barobar x kvadrat minus ax minus a plus minus b. A ning qiymatini topib bering deyapti. Nisbatlari 3 bu nisbatda. Bo'ldi, demak, bittasi ikkinchisini 3 barobar ketadi. Shunda x1 ga qo'shsam x2 ni minus a ni berish kerakmidi bizda? x1 ni ko'paytirsam x2 ga a minus 1 ni berish kerakmidi? Bo'ldi. Bittasi ikkinchisini 3 barobar keltirganim uchun 4 ta bo'ladi. 4 ta x1 teng ekan minus a ga. Bu yoqdan x1 ning kvadrati teng ekan a minus 1 ga. Endi o'rniga qo'yib yuborsam a kvadrat taqsim 4 teng ekan a minus 1 ga. O'rniga qo'yamiz. Umuman haj berib hisoblaymiz. A kvadrat minus 4 ta a plus 4 teng 0. Demak, a minus 2 bo'ladi shunda bu yoqda. A minus 2 ning qavs ko'radi. Teng ekan 0. Xo'p. Menimcha to'g'ri hisobladik. A minus 2 a plus 1. Ko'paytmasi. O'rniga qo'ydik, bir taqsim bo'lib qoldi. A ning qiymatini topib bering deyapti. A ning qiymati A2 bo'lib qoldi bizda, minus 2 bo'lish kerak ekan javobda. To'g'ri ko'paytirib yuborsam to'g'ri yo'qdi, to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Yig'indisi minus a ni berish kerak, qo'shsam a minus 1 ni berish kerak. AB ni A ga nisbati 3 kabi nisbatda bo'lingan. Xo'sh. A2 bo'lib qolsa mos kelmaydi-da, chunki qaylar? Chunki mos kelmasligi aniqda. Chunki tushuntirib beraman. Qaranglar. Yig'indisi minus 2 bo'lib qolsa, mana bu yig'indisi manfiy son bo'ldi. Bittasi katta, bittasi kichikroq. 3 barobar katta bo'lib qolsa, qanaqa qilib minus 2 bo'lib qolishi mumkin? Xo'p, lekin shartlarni to'g'ri bajardik-da. O'rniga qo'ydim. 4x minus a bo'ldi. Keyin o'rniga qo'yamiz bu yoqqa.
manfiy son bo'lsa keyin sut bo'lib qoladi. To'g'ri, unisi hamma sharti to'g'ri. Ko'paytmani o'rniga qo'ydik. Mana bu yerda 3 deb xato aytib ketibmiz-da. Qaranglar. Mana bu yerda 3 tasi bo'lish kerak-da. Hozir. Bittasiga 3 barobar qo'yamiz-ku, 3 ta x1 kvadrat bo'lib qolishi kerak. Teng a - 1 bo'lib qolishi kerak. Endi to'g'ri. O'rniga qo'ysam 3a kvadrat taqsim 4 teng bo'lishi kerak a - 1 ga. To'g'ri bo'ladi. Bu tomonga ko'paytirib yuboramiz. 3 ta a kvadrat minusdan 4 ta a plyusdan 4 teng ekan 0 ga. Shuni to'g'ri keladi menimcha, chunki x1 bittasi ikkinchisidan 3 barobar katta degani uchun bittasini o'rniga 3 barobarini qo'yamiz-da. 3 x1 kvadrat bo'lib qoladi. Baraka topkur 4 ning kvadrati 16 ku, nega bu yoqqa 4 qilib qo'ydik? 16 ku, 16 yoqqa ko'paytirsak. 3 ta a kvadrat minusdan 16 ta a plyusdan 16 teng 0. Xo'p, bizning g'oyamiz bor deysizlar bo'lsa 3 ni oxiriga ko'paytirib yuborardik. Ya'ni bu yerni yozaylik, o'rtaroqda. A kvadrat minusdan 16 ta a qo'shilgan 48 bo'lib qolardi. Teng 0. Oxiriga ko'paytirib yuborardik-da. Keyin chiqqandan keyin bo'lib qo'ysak bo'ladi. Ko'paytirsam 48, qo'shsam 16 bo'ladigan sonlar. Xo'p, 12 ga turdi. Demak, a minus 12 taqsim 3, boya 3 ga bo'lib kerak-ku. A minus 4 taqsim 3 teng 0. Demak, bitta ildizimiz 4 ekan, bitta ildizimiz esa 4 taqsim 3 ekan. A ni toping deganlik uchun a imiz necha teng bo'lib qoldi? E'tiboring, ishorlarni qo'ymadik-ku. Bu ham to'g'ri, plyusdan, bu ham plyusdan. To'g'ri hisobladik-ku, to'g'ri? Ko'paytirsam 48 bo'lishi kerak. Hisoblasak to'g'ri keladi. 3 ga olib borib qo'ysak. 48 taqsim 3. To'g'ri kelyapti. Minus plyusni beradi. To'g'ri. Demak, a imiz 4 bo'lishi kerak ekan. Xo'p, 24-savolga qaraymiz. 24-savol. Mis rux va qo'rg'oshindan iborat bo'lgan 15 kilogramli qotishmaning tarkibida 20% mis bo'lib, rux va qo'rg'oshinning og'irliklari mos ravishda 5:1 nisbatda. Qotishmadagi ruxning og'irligi misning og'irligidan necha kilogrammga ko'p deyapti. Mis va rux qo'rg'oshindan iborat 3 xil narsa bor ekanda, demak aralashmada. 15 kilogramli qotishma ekan. Tarkibida 20% mis ekan. Demak 15 kilogramni 20% degani 20 taqsim 100. Bu nima ekan? Mis ekan. Mis. Topamiz hozir. Bu bilan bu ketsa 30 mingga bo'lsak 3 kilogram ekanda. 3 kilogram bo'lsa 12 kilogram qolib ketdimi endi? 5:1 nisbatda degandan keyin shunda rux va qo'rg'oshin. Demak, rux 5/6 2 bo'lsa 10 kilogram ekan. Qo'rg'oshin esa 2 kilogram ekan. Qotishmadagi ruxning og'irligi misnikidan necha kilogram ko'p? 10 dan 3 ni ayirib olamiz dedik. 25-savolga qaraymiz. Katetlari shunga teng bo'lgan to'g'ri burchak uchburchakning tomonlari asos qilib uchburchak tashqarisida kvadrat yasalgan. Hosil bo'lgan shaklning yuzini topib bering deyapti. Mana bunday demoqchimancha. Katetlari 6 ga 4 bo'lgan. 6 ga 4 bo'lgan. Anaqa ekan, to'g'ri burchak uchburchak ekan. Uchburchakning asoslarini tomonlarini asos qilib uchburchak tashqarisida kvadratlar yasalgan. Mana bunday kvadrat yasalgan ekan. Bu ham kvadrat ekan. Keyin bu tomondan ham kvadrat yasalgan ekan. Bu 4-4dan, to'g'rimi? 4-4dan. Bu esa 6-6da. Xo'p, sizlarga hosil bo'lgan shakl yuzini toping deyapti. Bu yog'imiz 16, bu yog'imiz 36, bu yog'imiz
24, 12 ekan. Qo'sh kerak. 40, 52, 60, to'g'rimi? 16 bo'ladi. 16. 16 ga qo'shamiz 24. Yo'q, tomonlardan degan menimcha, tomonlaridan degan. Bu tomonga ham bor-da yuzi, bu tomonda ham. Bu tomonimiz 12 dan bo'ladimi? 144 mi bu yog'imiz? Shunda 12 emas-da bu tomonimiz. Bu tomonni bilmaymiz-da biz. Xo'p, Pifagordan topaylik endi. To'rniga 16 ga qo'shamiz, 16 ga qo'shamiz 36 ni. 40, 52 mi? 52 mi? Ilzosi 52 ekan bu tomon. 52. Bu tomondan ilzosi 52. Yuzasi 52 da demak. Yuzasi 52, 16, 36, 12 qo'shishimiz kerak. Xo'p, 16 ga 36 ni qo'shsam 40, 52, 52 ga 62, 64, 64 ga qo'shamiz 52 ni. 116. 116 ga teng bo'ladi. 26-savolga qaraymiz. Kitobning narxi 12500 so'm edi. Dastlab uning narxi 16% ga arzonlashdi, so'ng shuncha so'mga qimmatlashdi. Kitobning oxirgi narxi necha so'm qoldi deyapti. 16% ga arzonlashtiraylik. 26-savolda 16 so'm. 16% ga. Demak, 12500. Endi ko'paytirishimiz kerak. 16% ga arzonlashsa necha bo'lib qoladi endi desa, 100 dan 16 ni ayirib tashlashimiz kerak-da. 16 ni ayirib tashlasak 94 mi? 84 taqsim 100 qismini topsak bo'ldi. Xo'p, demak bu 12,5 mingni 84%. 10,500 so'm bo'lib qoldi. Va unga yana qancha qo'shibdi? 1850 so'm qo'shibdi. 1850 so'm qo'shibdi. Natijamiz 12350 so'm. Demak, 12350 so'm teng bo'ladi. 27-savolga qaraymiz. Nechta tub son tengsizlikning yechimi emas deyapti. Tengsizlik nechalik? X minus ilzosti 6 ilzosti 2 ga x plus 6 ilzosti 2 bo'lqadimi? Katta yoki teng 0 dan. So'nog'ini chizamiz. Ildizlari minus ilzosti o'sha ilzosti 6 taqsim 2 ga 6 ilzosti 2 ga. Plus minus plus. Bizga nima kerak? Pluslar kerak. Lekin yechimi emas degan uchun bizga minuslarni topishimiz kerak-da. Xo'p, 6 dan taxminan nech chiqadi? Nechta tub degan-ku, 1 dan boshlaymiz. Mana bu yerni topaylik bo'ldi. 72 dan nech chiqadi desa, misol uchun 81 bo'lganda 9 bo'lardi. To'g'rimi? Demak 8 gacha ekanda, 8 gacha nechta tub son bor? 2, 3, 5, 7. 4 ta tub son bor. 28 ni ko'raylik. 28-savol. 28-savolda nima degan ekan? O'suvchi arifmetik progressiyada deydi A1, A2, A3. Biz bilamizki 3 ta A2 tegan 12 ga ekanligini. A2 ni ham bilamiz, to'g'ri ekanligini. Shu yerdan topib oldik. Bo'lsa A1, A2 shu 66 ekan bo'lsa, shuni toping deyapti. A1 dan nima desam bo'ladi? A2, ya'ni A2 minus D ning kvadrati. To'g'rimi? Qo'shilgan A2 ning kvadrati qo'shilgan A2 qo'shilgan D ning kvadrati teng 66. Xo'p, bu formula. A2 ni o'rniga to'g'ri qo'ysam 16 minus 8 ta D qo'shilgan D kvadrat qo'shilgan 16 qo'shilgan 16 plus 8 ta D qo'shilgan D kvadrat teng 66. 8 talar ketib qoladimi? 16, 16, 16. 3 tasi 48 mi? 48 qo'shilgan 2 ta D kvadrat teng ekan 66 ga. 2 ta D kvadratimiz nimaga teng bo'ladi shuni? 2 ta D kvadratimiz 18 bo'ladi. D-imiz teng ekan. O'suvchi degan to'g'rimi? 3 ekanda, 9 bo'lganda 3 bo'ladi. A1imizni ham bilib oldik 1 ekanligini. Bizdan A4 ni so'rayapti. A4 degani nima degani? A2 qo'shilgan 4 ta D. A2 qo'shilgan 5 ta D. Yo'q-ay. A4 degani 2 ta D-ku. A2 qo'shilgan 2 ta D. A2 qo'shilgan 3 ta D. A2 qo'shilgan 4 ta D. 1, 2, 3 ta A2. 3 kere 4 12 qo'shilgan bitta 5 ta
9 da d'imiz 3 27 bo'lib qoldim. 39 ga teng bo'lib qolgan ekan-da. Endi 29-savolga qaraymiz. 29. Xo'p, f 3x plus 8 teng ekan j x kvadrat minus 2x plus 4 bo'lsa va f dan xoslab 8 qo'ysang 2 chiqishi ma'lum bo'lsa, bizdan j dan xosla olib 4 qo'yishi deyapti. Bo'ldi. Ketdik. F dan xoslamiz. F dan xoslasak nima bo'ladi? 3x plus 8 va 3 ni ham ko'paytirib qo'yardik, to'g'rimi? 2 dan xoslab. Jx dan-chi, o'sha j dan ham xoslardik. Va tashqari ko'paytirib qo'yardik 2x minus 2 ni. Endi 8 qo'ysang deydi 2 chiqadi deb. 8 qo'yish uchun 0 qo'yish kerak ham chiqarisiga. 3 8 0 qo'ysam j shtrix 4 ga minus 2 bo'lib qoldimi? Bizdan shuni so'rayapti. Buni o'rniga 2 qo'ysam minus 6 6 ni o'zi teng bo'lar ekan j shtrix 4 ko'paytirilgan minus 2. Minus 2 ni bo'larsak, demak j shtrix 4imiz teng bo'lar ekan minus 3 ga. Minus 3 ga teng bo'lib qolgan. 30-savol va nihoyat 30-savolimizda nima degan ekan? Geometrik progressiyaning hadlari uchun shu munosabat o'rinli bo'lsa B1 ni toping deyapti. Xo'p, B1 dan nechta bor bu yoqda? Bitta, ikkita, uchta, 4 ta. B1 ning 4-inchisi, Q ning 4-inchisi, Q ning 5-inchisi va Q ning 6-inchisi bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bu tomonda 16, B1 ning kvadrati, Q ning 7-inchisi, Q ning 8-inchisi. Xo'p, B1 kvadrat bilan bu ketib qolsa, kvadrat qolib ketdi. Bu yoqda qo'shsam 15 ta, yoqda ham 15 ta, quvlar ham ketib qoldi. Demak, B1 kvadrat teng 16 ekan. O'suvchi deganmi? Unchaki B1 ni toping degan ekan. Demak, B1 imiz teng ekan plus minus 4 ga. Shu bilan test nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.